Maslahatim, tropik joylarga boringlar. U yerda noodatiy tabiat manzaralarini ko'rasizlar. Bunga Malayziya, Maldiv orollari, Vyetnam, Rainbow kino olingani paqqalatadi yo'qda shu joy. Tailandga boringlar. Va eng oxirgisi Birlashgan Arab Amirliklarida qo'shinlari bor. Qatar, Oman, shu joylarga iloji boricha kruiz olsanglar ham zo'r. Dubayga borasizlar, kruizga o'tirasizlar. Omanga ham boradi, Qatarga ham boradi, Saudiyaning orollariga boradi. Shu 4 ta davlatda aylanib ko'rib kelasizlar. 5 yulduzli katta kruiz laynerda. Kruiz dahshat taassurotlar qoldiradi. Kruiz bu nima? Bu bahaybat mehmonxona, faqat suvda. Uni chayqalayotganini ham sezmaysiz. Uning ichida shunaqangi amortizatorlar bor, shunaqangi u yoqda balans ushlaydigan sistemasi bor. Sun'iy intellekt yo'da ham ishlaydi. Shunga yarasha o'zini shunaqa tekis ushlab turadi. Hozirgi laynerlar, kruiz laynerlar shunchaki kattaki, Titanik uni yarmisida ham kelmaydi.